Juda ko'p yoshlarimiz oila qurib dovdirab qolishadi, bilasizmi nimaga? Chunki oila bu mas'uliyatda. Oddiy misol, uyga xarajatlar. Flekada tuxum olasiz, holva olasiz, tanat olasiz, pampers olasiz, sovun, shampun, sug'ushoniy молоко, choy, go'sht, kartoshka, piyoz, yog', tarishmashlarning hammasi bor yo'g'i 507 ming so'm bor. Bundan tashqari bu hech qachon tekinga yurmaydi. Buni yoqilg'isi bor. Qanchadir kilometr yurgandan keyin antifrizini, yog'ini almashtirasiz. Xullas, turishi hamma narsaga pul. Bundan tashqari do'konda arendasi, sveti, uydagi kommunalkalar, suvga, svetga, bolalarning bog'chasiga, ularning kiyimi, uydagilarning kiyim-kechagiga o'ziz hamma narsa erkak kishining bo'ynida mas'uliyat bo'ladi. Shu narsalarni hammasini erkak kishi bajarish kerak va buni erkak kishiga to'ydan oldin tushuntirish kerak. Oila bu mas'uliyat va shu mas'uliyatlarga sen chidab turaverishing kerak deb. Oila qurgandan keyin dovdirab, voy, men boqolmayapman, men eplalmayapman, bir-birimizga to'g'ri kelmadik, ajrashdik. U bilan faqat inson o'zidan qochadi xolos. Oila bu mas'uliyat. Boya aytganimdek, turib berish degani, chidash degani. O'shanga ko'p yoshlarimiz oila qurishdan oldin xatti-harakatini qilib tayyor turish kerak. Ertadan keyin raddom, attagi chiqimlar, rasotlarni gapirmasam ham bo'ladi. Lekin yuraginglarni yorib yuborishni xohlamayman. Allohimga behisob shukr, shunaqa mas'uliyat berganiga shukr. Ana shunaqa orada dam olgingiz keladi, bir joylarga borgingiz keladi. Orada bir qarz bo'lib qolasiz, qarzdan qutulasiz. Lekin yaxshi yashashga, ishlashga majbursiz. Kasal bo'lasizmi? Bir joy zo'riydimi? Doringizni ichasiz, lecheniya olasiz, yana ishlashga davom etasiz. Chunki siz erkak kishisiz. Siz vaydat chidalmayman, eplalmayman deyishga aslo haqqingiz yo'q. Chunki siz orqangizda farzandlaringiz va ayolingiz turadi. Ularga tog'dek turib berishingiz kerak.